Do'stlar, bugun 1-oktyabr kuni silva daraxtlarimizni oqlash jarayonida do'stlar. Mis bilan oqay qo'shilgan holatda oqlayapmiz. Kim biladi do'stlar, bilganlar kommentariyga yozinglar, oqlashda nima foydasi bor, misda nima foydasi bor. Shuning uchun biz ponni bog'imizga mis bilan oqayni aralashtirgan holatda 1-oktyabr erta kuzda shunday qilishni boshlaylik. Xudo xolasa qishda ham bu foyda beradi. Nima sababdanligini izohlarda qoldiringlar. Videoni yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yamiz.